Muslimalarim, sizlar kutgan retseptlarni oxiri joylashtirdim. Ishonsanglar, ancha kun oldin oзвучка qilib qo'ygan edim, lekin shu kunlarda rost ishlarim ko'payib ketganligi uchun joylashtira olmagan edim. Inshaalloh hammangizga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Hozir sizlarga bir kichkina iltimos bilan chiqyapman. Muslimalarim, bilasizlar, hozirgi kunda internet tarmog'i juda ham rivojlangan, ayniqsa Instagram blogerlik faoliyati albatta manfaatli blog yuritilsa insonlarga ham manfaatli bo'ladi. Hozir sizlarga bitta jajji bloger qizimiz Xadijaxon haqida ma'lumot bermoqchiman. 4,5 yoshdalar va eng qizig'ini aytaymi, Germaniyada yashashadi ota-onalari bilan. 4,5 yosh Xadijaxon qizimiz bemalol nemis tilida gaplasha oladilar. Germaniyada Berlinda istiqomat qilishadi. Shaxsan o'zim chet davlatlarga borishni juda ham yaxshi ko'raman.